Dostlar mana shu o'gitchimizning savdosi bo'pti. Necha so'm dedingiz? 16.200. 16 milyon 200 ming so'mga savdosi bo'pti mana. Ekalarimiz tushib sanab yotibdi. Mana zo'r. Tushbizganmi bu yili? O'jak ekan. Ağan adam satkan adam Xudoyim berekesini bersin. Yaşı bir ay. Bir yaşı bir ay ekan. Yaxshi ağa. Savdomiz. 2026 yıl 22 fevral dostlar başlanan gününüz hayırlı, omadli, berekeli kun olsun. Güllen mal bazarından bugün sizler için Bağlaton yaş o'gitchalar, Soylaton o'gitchalar, yaş hunarcılarning narx-navolarni egalaridan qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib beramiz. Kanalga yangi bo'lsanizlar obuna bo'lishni esdan chiqmasin do'stlar. Videolarimiz sizlarga ma'qul va manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bir dona like bosib o'tib ketamiz do'stlar. Esa videolarimizni boshladik. Videodan uzoqlashmay oxirigacha ko'rsanizlar, sizlar uchun foydali, manfaatli video bo'ladi do'stlar. Assalomu alaykum. Ağa yaxshimisiz? Necha so'm aytibsiz? 18 so'm aytdim. 18 milyon so'm. Yanvar bu narsa ekan. Bazancha qo'yib turibdi qana. 15 taşmış, 15 yarım. Bazar 15-15,5 milyon so'mni ochib turibdi ekan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga? Sizda doimiy mol bo'ladi bu birda. Yaxshi. Ko'rdan sotamiz deylik. Yaxshi. Savdoningizni bersin. Ağancha so'm aytibsiz? Assalomu alaykum. 15 milyon so'm ekanmi? Kichkinasi bu 20 milyon so'm ekan. Ko'rishlaringiz mumkin. Bazar so'rayaptimi aka bularni? Necha qo'yapti? 17,5-18 so'radi. Bu uqqanmimi? 17,5-18. Bu so'ralmadi menga. So'raldi. Bununcha qo'yapti qani? 12,5. Ana do'stlar, bazarimizning narx-navolari bugungi holati. Ko'rishlaringiz mumkin. Yaxshi savdoningizni bersin aqa. Assalomu alaykum usta. Yaxshimisiz? Necha so'm ekan bu? 20 so'm. 20 milyon so'm ekan. Chiqizganmi bu? Yashiratganmi? Ha, o'jak ekan. Bazancha qo'yapti aka. Bazar 17 milyon so'm so'rabdi. Yaxshi savdoningizni bersin aqa. Qana necha so'm ekan bu semental gibrid? Assalomu alaykum. Ava, necha so'm? 22. Bazancha so'radi buni qana? Bazar 18 milyon so'm so'rabdi. Mana aka. Buni necha bo'lsa beramiz, Murat? 20'dan qaytib beramiz. Buni 20 dan qaytib beramiz yana aka. 20 dan qancha qaytib beramiz? 4 milyon, 3 milyon? 20'dan 1 milyon qaytib beramiz. 20 dan 1 milyon so'm qaytib beradi ekan. Yaxshi savdoningizni bersin. O'gitchancha so'm ekan? 18 milyon so'm ekan mana do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Bazancha qo'yapti qani? Bazar 16 milyon so'mga qo'yib turibdi ekan mana aka. Janvar Bağaton zo'r narsa ekan mana aka do'stlar. Xo'p. Necha so'm ekan qavi? 20 so'm ekan. 20 milyon so'm ekan. Bazancha qo'yapti shu. 15,5 milyon so'mga bazar so'rabdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga? Ko'rdan sotilami? Bo'ldi. Savdoningizni bersin. Ağa necha so'm bo'ldi bu? Qaytdi o'xshaydi, sotilmadi. Mana bu qoramiz bor ekan do'stlar, zo'r ajoyib narsa ekan mana aka. Uzun. Necha so'm aytibsiz aka? 20 milyon so'm baho aytibdi. Bazancha qo'ydi buni. Bazar 15,5 milyon so'm mana ekan so'rab turibdi o'zi. So'rab turibsizmi aka? 15,5 milyon so'mga mana so'rab turibdi.
Januar zor neyse. $16,5 milyon so'm bo'lsa beraman deb turibdi. Telefon ne kadar? Yaxshi savdangizni bersin. Qancha so'm aytib turibdi? Assalomu alaykum. 20 milyon so'm aytib turibdi. Tereziga so'ramadim aka buni. Tereziga so'ramadim. Bozorcha qo'yapti. Bozor 16,5 milyon so'm so'rab turibdi mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Yanvar yaxshi wej ekan. Boylari uzun yaxshi narsa ekan mana do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi ag'a savdangizni bersin. Ruslan so'm ekan o'kcha, assalomu alaykum. 27 so'm. 27 milyon so'm ekan mana. Havasizdan shunday zo'r vejlarda ag'a. Bozorcha qo'ydi bir bozor. 23. 22,5. Tereziga so'raganlar bo'ldimi? Tereziga yo'q ekan mana oyog'imda. 22,5, 23 milyon so'm so'rab turibdi mana do'stlar. Ko'rishlaringizmi? Januar zo'r narsa ekan. Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar mana zo'r o'qib 2 dona qora o'gitchamiz bor ekan mana ko'rishingiz mumkin. Necha so'mdan aka bular? 26 milyon so'mdan ekan har biri. Bu 26 ekan, bu 25 milyon so'm ekan do'stlar. Vallahi uçuyor güzel uçuyor. Vallahi uçursam oldu. Bozorcha qo'yapti aka bularni. Hadi 20 buçuk. İlk ekan yila. O. Arkada 20 buçuk. Bergini 21 milyon, berginining Geride 22 var. bergini 22 milyon so'm so'rab turibdi. 21, 22 arasında 1 milyon so'm raznica bilan so'rab turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xorazm chorva bo'lsin. Assalomu alaykum. Tazi chiqqan bundan. Havo. Güzellik deydi. Havo. Yaxshi savdangizni bersin ag'a. Do'stlar mana Messining zo'r tushdi. Kalmikka o'xshaydi ekan o'zi ham. Kalmik bor uda. Bunu bağış kerak ekanligiga so'y chiqadimi, tayyor vejamas ekan. Necha so'm aytdi sizga? Necha so'm? 27 so'm. 27 milyon so'm aytdi ekan. Bozorcha qo'yapti. Bozor 22 ara. 22,5 milyon so'm bozor qo'yib turibdi mana do'stlar. Yaxshi ag'a savdangizni bersin. Qancha so'm aytib turibdi? Assalomu alaykum. 15 so'rab turibdi. 15 bermaydi. 15 milyon so'm so'rab turibdi? Ha. Zo'r. 15 milyon so'mga so'rab turibdi do'stlar mana shu molimiz. Ko'rishingiz mumkin orqalari. Bagaman deganlar uchun lekin zo'r, yaxshi variant ekan. Rahmat so'ragansiz, aqa, gap yo'q. Harakat qil. To'g'ri kelmaymi 15 milyon so'mga? Necha bo'lsa beramiz? 16 mi dedingiz? 16. 15 milyon so'mga lekin akam so'ragan bo'lsa rastdan zo'r so'rabdi bu. Endi azangi vaqt so'raveradi ekan. Havo. Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar yana Bagaman deganlar uchun zo'r variant mana aka. Qizil zo'r o'gitcha mana aka.
Arkalara bunday küçük nerse emas eli, yaş boluşuna karamay. Neçe so'm aytdingiz aka buni? 19 million so'm aytdik. Bazancha qo'ydik ana. Bazar 17 million so'm qo'ydik yana do'stlar. Yaxshi. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga? Ayting. 90'lık 558 0063 Şavat'ın malı mı? Ana dostlar, Şavat'ta bolarken bu mal mabada satılmagan takdirde satılsa başka barmağın yazı bunda satılsa da. İzi var eken ana dostlar. Telefon kılaveresinden nomerlerini. Bu satılsa da şuna okşaş parodalarda yine bar dedi şuna okşaydı o vezde. Yaxşı ağa savdanızı versin. Dostlar bana bir Mickey Mouse bu az okşaydı bu. Sanmayken neçe so'm aytibsiz? Ha? 20. Bu az okşaydı ha? Sırma. Bazancha qo'ydik ana buni. Bazar 17,5 million so'm. Malga kelib turib yo'qmi? Yaxshi savdangizni bersin. Dostlar, boğaz, sır, seyir qaçalardan ko'rsatamiz bunaka. Necha so'm ekan? 18 million so'm pulmagan ekan. Bazancha so'm qo'ydik ana. 16, 15. 15 million so'm so'ralib turibdi. 15'ten aşsa beradigan. Aşqani qanday? 1 million mi, 500 ming mi, 200 ming mi? Gaplashaveramiz. Enaka. Shunda gaplashamiz degan. Yaxshi. Yaxshi savdoni bersin. Do'stlar, mana bir kalmik paroda bor ekan mana. Boğazma qisirma bu da? Qisir ekan. Qisir? Lekin suti bor, ha? Bu qanday bo'ldi? Balasi o'lib qolganmi? Necha so'm aytdin? 13 so'm. 13 million so'm ekan. 10 million so'mdan so'raldi. Yaxshi, savdoni bersinlar. Do'stlar, mana Greenford paroda qacharimiz bor ekan. Necha so'm ekan bu? 25. 25 million so'm aytibsiz. Bazancha qo'yapti aka. Bora 22. Bazar 22 million so'm qo'yibdi. Bu qisir chiqaring, ha, bozma. Qisir simental. Qisir ekan. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga aka? Mabada bozorda sotilmasa. Nomer, telefon nomer. 97'lik 602 7107. Nerede bo'ladi bu mal aka? Gurlandan. Do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarga telefon etasizlar mana aka. Mabada bozorda sotilmasa, şomal uyunda bo'ladi. Ya uyingizda bormi yana sotiladigan shunday? O'zi bir dona yana do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon etib ko'raverasiz. Yaxshi savdangizni bersin. Kirishimi? Hava. Necha so'mdan ekan bular? 20 million so'mdan ekan. Qisirma bozma bu. Eko ham qisir ekan mana. Eko ham 20 million so'mmi? Eko ham 20 million so'mdan ekan do'stlar. Ko'rishdingizmi? Bazancha qo'yapti. Nechadan? 16'dan. 16 million so'mdan so'rabdi. Nomer qoldiramizmi ya bozorda sotiladimi? 99'dan 752 37 42. Bu ikondan başka barmaq yana sotiladi. Bor ekan. Soya to'g'im mal degani bo'lsa xabarlashaverasiz. Yaxshi savdangizni bersin. O'jaklancha so'm ekan. 12 dan. 12 million so'mdan ekan. Egizakmi? Bular bir-biriga dumoqchi degan. Janovorlar zonasi. Bazancha qo'ydi bular. 9'dan 10. 9,5 10 million so'mdan so'rabdi.
Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi savdoningizni bersin. Jazom ekan ustoz, assalomu alaykum. 16 million so'm. Sir chiqarib ha? Sir aka. Güzel. Qozoncha so'rayapti aka. Bozor 13,5 million so'm so'rayapti. Yaxshi savdoningizni bersin aka. Rahmet. Video kap yaptım ya buna falan. Necha so'm ekan? Necha so'm so'rabdi? Ayaş yaktalı. Hey. Video kaçın. Bundan sıkı var. Hey. Vakatlar düşürsün. Ya bu batkaklar yaxshilashgani o'tgan bozordan yaxshi bu nega? Yolg'on. Xorazm chorva hovuz. Necha so'm aytdingiz? 15 aytdi 15. 15. Necha so'm so'rabdi siz? 13. 13 million. Chiqib so'rangmi? Chiqib. Arkanda. Yaxshi savdoningizni bersin. Sporttan demez ya. Ya sportdan da. Necha so'm ekan? 13 million so'm ekan. Bozor necha qo'ydi buni? 10 ga qo'yib turibdi. Bozor 10 million so'mga qo'ydi. 10,5 bo'lsa ketadi. Nomer qoldirik. 99dan 99dan 137 137 910. 5910. Shunday bag'alaton qajarlar ya boz sirlar kerak bo'lsa shu nomerga telefon qilasizlar, постоянный to'ladi. Sotaman, boz sirim, qacharim bor deganlar bo'lsa ham telefon qilavering oladi. Kelishilgan narxlarda do'stlar. 5910 ga telefon etasizlar. Mollaringizni borib, yer ko'rmay, ustunda kelishib oladi do'stlar. Jazom ekan bu? 13 million so'm ekan. Salom yo'llaverasizmi Rossiyadagilarga? Chorva hovuz seni. Bozor necha qo'ydi buni? 10. Bozor 10 million so'm. Yaxshi savdoningizni bersin. Go'jaklar necha so'mlar ekan? Assalomu alaykum. 12-13 million so'm. Bu 13 o'xshaydi. Bu 13 mi? He, o'gitcha ekan bu menga. Bozor necha so'rabdi? Ikoni. Ikoni 17 million so'mga bozor so'rabdi. Kimlarga do'stlar ko'rsangiz. Yaxshi savdoningizni bersin. Do'stlar, mana shu ilk o'gitchamizning savdosi bo'ldi. Buni o'zimiz oldik. 34,5 million so'm pul oldi shu ikoni. Narxi bo'ladimi, qimmatmi, arzonmi do'stlar? Kommentariyaga yozib qoldingmi mana aka? Boylarni ko'rishingiz mumkin. Boylar ham 1,20 kelib qoladi. Ikoniga. 34,5 million so'm pul bo'ldi. 17 million 250 ming so'm. Kere bir emesin. Necha so'mlar ekan bular? 23 so'm deb. Buni o'zinimi? 23 million. Bozorcha qo'ydi. Bozor 20 Terezga so'ramadim aka bular. Terezga so'ramadim. Yaxshi savdoningizni bersin. Do'stlar, shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sizlarga qo'ldan kelgancha mollarni narx-navolar bilan yorishtirib, tanishtirib o'tdim deb o'ylayman. Video yoqqan bo'lsa, videoga bir dona like bosib ketamiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni esdan chiqmang.